Mijozlarga yanada kengroq qulayliklar yaratish maqsadida Biznesni rivojlantirish banki tomonidan hududlarda yangi ofislar faoliyati yo'lga qo'yildi. Endi ushbu manzillarda aholi uzoqqa bormasdan qulay shartlarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Biznesni rivojlantirish banki xizmat ko'rsatish tarmoqlarini kengaytirmoqda. Xususan, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida yangi bank xizmatlari markazi binosi foydalanishga topshirildi. Ilgari Yakkabog'liklar tuman markazidan uzoqda joylashgan bank ofisiga qatnar edi. Tumanimizda o'sha markazida aholiga qulay bo'lgan joyda lokatsiyada joylashgan yangi tarmog'imizni ochdik. Bu tarmoq orqali aholiga, jismoniy shaxslar va yuridik shaxslarga barcha turdagi kunlik bank xizmatlarini ko'rsatib boramiz va davlatimiz tomonidan o'sha tadbirkorlik faoliyati uchun ajratilayotgan kreditlar, imtiyozli kreditlarni va tadbirkorlik bilan boshlashni niyat qilib turgan yoki shunga qobiliyati bo'lgan fuqarolarga murojaatlarni o'rganib, ularga biznes rejalarini tuzishda yoki o'sha bizneslarni boshlashda dastlabki qadam qo'yishida yordam berish uchun qulay, zamonaviy yangi tarmog'ini ochdik. Mutaxassislar malakasi to'liq javob beradi bu xizmatlarni ko'rsatishga. Aholiga hozir ta'kidlab o'tgan bankimiz tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga taklif qilayotgan barcha xizmatlarimiz shu tarmoqda ham bajarib kelinadi. Bunga moddiy texnik bazamiz ham yetarli darajada. Qulay lokatsiyada joylashgan yangi bino mahalliy aholi tomonidan iliq qarshi olindi. Ochilish marosimida mijozlarga Biznesni rivojlantirish bankining yangi moliyaviy instrumentlari va xizmatlari taqdimot qilindi. Yakkabog' tumanidagi bank binosi Shahrisabz va Kitob tumanlari fuqarolarga ham xizmat ko'rsatishni boshladi. Kredit masalalari bormi, uy-joy masalalari bo'yicha avtokredit masalalari bormi, shularga bemalol fuqarolarimiz kelib murojaat qilishyapti. Bank xizmatlariga taalluqli bo'lgan barcha xizmatlarni albatta bular hal qilib mana shu berishadi degan umiddamiz. Sharoitlari hammasi zo'r ekan. Bizning davrimizga buni tashkilot ochilishi, buni e'tiborga olinishi yo'q edi. Plastik ochiramiz nasib bo'lsa, kredit berilar ekan, kredit olamiz. Shu bank xalqimizga xizmat qilsin. Men oldin eski binoda edik. Mana bu yangi binoga mana bu ko'chib keldi, ish boshladi, chiroyli, zamonaviy. Kelsangiz ishingiz birdaniga bitib ketadi. Bunday qiynalib, bu yoqqa bor degan narsalar yo'q. Hammasi ko'ngildaydi. Mana shu bank rahbarlariga, xodimlariga bariga rahmat deymiz. Shuningdek, Toshkent viloyatining Bekobod tumanida Biznesni rivojlantirish bankining eng birinchi filiali ochildi. Endi hudud aholisi uzoqqa bormasdan, eng muhimi qulay shartlarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga qaratilgan bank xizmatlaridan foydalanishi mumkin. Ma'lumot uchun Biznesni rivojlantirish banki tadbirkorlikka endi qadam tashlayotgan yoki ishbilarmonlik faoliyatini kengaytirish istagi bor tashabbuskorlarga davlat dasturi asosida moliyaviy ko'mak beruvchi tayanch hamkor sanaladi. Biznesni rivojlantirish bankining yangi ochilgan ofislari esa hududlarda tadbirkorlar soni oshishiga hissa qo'shmoqda.